Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. 2025-yil ham tugadir. 2026-yil boshlanishidan qadar bir saat bor. Shu o'rinda sizlarga blogerchilikka kirib kelishimni tushuntirib beradigan bo'lsam. To'g'risi bu kasbga qiziqmanman vaqtida. Keyinchalik doimiy bordim blogerchilikka, shohidlikka. O'rgandim montajlarni. Xullas, shu darajaga yetincham o'zim harakat etdim. Blogerchilikni boshlaganda birinchi videomda sendan bloger chiqmaydi, tudi degan gurungni eshitdik. Eng qizig'i ular meni o'zimni donishtaram. Keyinchalik hozirgi darajaga yetib kelishimda shu ota-onamning katta hissasi bor deb o'ylayman va doimman. Katta rahmat aytaman. Blogerchilikni boshlagan vaqti yonimda hech kim yo'q edi, faqat o'zim harakat etdim. Ish qilib shu faqat o'zing harakat etsan bo'lgani. Arkamga narsa bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Men shunday darajaga yetdim, 4,5 ming podpiska yig'nadim. Bir oyda xudo xolasa sizlar qo'llab turibsizlar, rahmat aytib qolaman. To'xtamiz 2026-yilda ham katta natijalar erishamiz xudo xolasa sizlar bilan. Yana 2027-yilda 100 ming bo'lg'aymiz. Maqsad kattasish kerak. Xudo xolasa sizlar qo'llab turibsizlar, rahmat katta, like bosib turibdi. Og'alarimiz, akalarimiz xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas, addushi. Asosdan tabriklab qolaman. 2026-yil ham oz qoldi. Xudo xolasa bir soatcha vaqt bor. Bayramni yaxshi kutib olinglar. Ilohim shu hammamizga omadli, baxtli yil bo'lsin. Sog' bo'linglar. To'xtamiz biz. Xudo xolasa sifatli, manfaatli videoroliklarni chiqarib boramiz.